Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, o'mlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jakalaydi. Hurlik yashasin. Qahramonlikning badali. Manba Nantimin A'lani blogidan. Xuddi insonning har bir urinishida bir badal bo'lganidek, uning qahramonligidami bir badal bordir. Qahramonlik lug'at ma'nosidan olganda badal bilan hisoblashmaydigan, oz sondagi kishilarla ko'rsatiladigan favqulodda jasoratni ko'rsatadi. Shuningga ko'ra, qahramonlik badal bilan hisoblashmaydiganlar to'laydigan badalning yuksak shaklidir. Qadimgi griklar qahramonlikqa maftun bo'lgan, uni tragediyalik yuksaklikda idrok qilishning va ajoyib go'zal badiiy mahoratni ifodalashning ulgusini yaratgan. Ularcha qahramonlik tag ma'nosidan tragediyadir. Chunki u inson mavjudligi bilan uning irodasi o'tirisida ko'p hollarda kelishtirgul bo'lmaydigan to'qinishni o'tirg'i chiqaradi. O'lim, ya'ni qahramonning saqlang'uchisiz o'limi. Bu to'qinishni kelishtiradi, yuksaltiradi va abadiylashtiradi. Shundaqla o'lim odamning xarakteri va mavjudlik sharoitidagi ajallik ojizliklarni qechib qutulg'usiz taqdir shaklida rahimsizlarcha oshkorlaydi. Aristotelning qarashicha, tragediya qahramonning o'limi orqali boshqalarda, bo'libmi tomoshabinlarda afsuslanish va qo'rqinch hislarini barliqqa keltirdi. Bu orqali ularning ruhini poklaydi va yuksaltiradi. Ularni reallikning kaskinligida o'tirg'i chiqadigan ulug'vor qimmatlar bilan qaytadan uchrashtiradi. U bu jarayonni katarsis, ya'ni poklanish deb ataydi. Klassik ma'nodagi qahramonlik tragediyasi kishilarni qahramon halqishni izlagan, ammo halqiyolmagan reallikdan ularni hamon halqiyolaydi deb qaraydigan estetik bo'shliqqa elib kiradi. Ularni qahramonning dushmanlikka, sotqinlikka, to'sqinlikqa va razillikka to'lgan dunyosidan yaxshilikka, muhabbatga, muruvvatga va nijotlikka to'lgan axloqiy dunyoga yuksaltiradi. Yig'ib aytganda ularni zaruriyat olamidan ozod qilib, mumkinchilik olamiga boshlaydi. Bu qahramonning o'limining tragediyadan iborat qadimgi san'at shaklida bir taraf qilinishidir. Mening bu yerda so'zlamoqchi bo'lganim ulug'vor shaxslarning klassik tragediyada idroklangan qahramonligi emas, balki oddiy odamlarning favqulodda qahramonligidir. Ya'ni u xuddi Uyg'urlardek kollektiv holda o'limga yuzlantirilganlarning shakli oddiy, ammo ahamiyati favqulodda qarshiligida. Her kuni degdek o'tirg'i chiqadigan qahramonligi va uning ma'nosidir.
Uyg'urlarning navbatda Xitoy hokimiyati tarafidan kollektiv bir millat sifatida o'limga ittirilishi ularni tagsiz bir chorasizlikqa, mahrumlikqa va yo'qotishga duchor qildi. Ammo ularning yo'qotmagani, ular allaburun yo'qoldi deb qaragan qahramonlik ruhining qaytadan bosh ko'tarishidir. Navbatda Sharqiy Turkistonda shiddat bilan elib berilayotgan qatlamga umumiylik qarshilik bildirish harakati muhojiratdagi Uyg'urlar orasidan nurg'un qahramonlarni o'tirg'i chiqardi. Bu qahramonlar mayli ular nomli yoki nomsiz o'tirg'i chiqsin, mardonlik bilan Xitoylar tarafidan Uyg'urlarga yurgizilayotgan davlat zo'ravonligiga, davlat terrorligiga yo'q deyiladi. Ular Xitoyning lagerlarida har kuni degidek ölümünü kütüp yaşavatkan qerindashlarının zulümge uçuruşuğa qarta her günü degidek qarşılık gösterdi. Tinimsiz qarşılık gösterdi. Bu qarşılık ulug' shaxslarning tarixining alayda minutlarda o'tirg'i chiqardigan va shuningdan keyin davomliq aslinadigan qahramonligi emas, balki oddiy odamlarning odatda o'tirg'i chiqadigan va keyin boshqalar va hatto shularning o'zi tarafidanmi unutilib ketishi mumkin bo'lgan kundilik qarshiliqidir. Bu qarshilikda ulug' shaxslar duch keladigan olamshumul masala emas, balki g'ururi har kuni dafsanda qilinayotganlarning ojizda ko'rinadigan, ammo yuragining qat-qetidan urg'ib chiqadigan chuqana bor. Uningda Shekspirning Macbeth va Hamletlaridek tragediyalik shaxslarning o'lim oldidagi teran dilg'ullikdan qutulishga bo'lgan urinish yo'q. Uningda bari insoniylikning belgisiz sifatidagi vijdonning dafsanda qilinishiga bo'lgan ojiz, tarqoq va unumning qandoq bo'lishi noaniq, ammo izchil ilib beriladigan qarshilikdir, davomlashadigan qarshilikdir. U klassik tragediyalardan jimjit o'ltirib zo'q oladigan tomoshabinlarning qalbiga xuddi Aristotel aytgandek afsuslik va qo'rqinch hislarini selib, ularni paklashni ko'zlamaydi, balki u zo'ravonlikqa uchrag'uvchilarning ahu zarg'a pisand qilmoqchilarga bo'lgan chunqur afsuslanishni va mansitmaslikni yo'shirini ifodalaydi. Uningda zo'ravonlik oldidagi sukutning jinoyat ekanligiga ishonish bor. Uningda o'zlari yuzilanayotgan o'limning amaliyotda keng ma'nodan insoniyatning vijdonining o'limi ekanligiga bo'lgan tahqiqlash bor. U o'tirg'i chiqargan tragediyaning vazni klassik tragediyadagi o'limning vaznidan ig'irdir. Chunki u qahramonning o'limini arzlaydigan odamiylikning dunyoning sukutida o'lganligini jakolaydi. Mayli u qanchalik darajada ayonchilik, yo'shirin va simvollik jakarlash bo'lsin. U Sharqiy Turkiston qatliamida dunyoning adolati o'ldi deb jakarlaydi. Ana shu jakarlash minutlarida bu qahramonlar insoniyatga yordam talab qilish, talmurish va yalvurish bilan emas, balki o'ziga bo'lgan to'lib tashqan ishonish bilan tikilib qariya oladi. Izchil harakatlarni davomlashtira oladi. Texmo muhimi, bu xil qahramonlik klassik qahramonlik tushunchasi bilan qarama-qarshi o'rinda turadi. Uningda o'limdan halqishni emas, balki o'lolmaslikdan kelib chiqadigan barliq oqibatlarga badal surishtirmay yuzinishni ko'zlash bor. Agar klassik qahramonlikda adoqi o'limdan halqish ulug'lashtirilsa, odatdagi shaxslarning qahramonligida kundaliklashgan o'lim odatcha bo'lib qoladi. Chunki uningda o'limdan halqish emas, balki o'lolmaslikdan har kuni degdek halqish bor. Texmo to'g'risi, uningda kunda necha o'lib, necha tirilish bor. Agar oldingisida birli o'lim orqali reallikdan, taqdirdan va odamiylikning kamtukligidan halqish ko'zlansa, keyingisida o'limning tugamasligidek bema'nilikdan halqish ko'zlandi. Uningda o'limdan halqigan hayotlikqa o'zini tasadduq qilish emas, balki hayotlikning bir qismiga aylangan o'limni aktivlik bilan qo'rqimsizlarcha yashash bor. Navbatda muhojiratdagi hayotimizda oramizdagi bir turkum Uyg'urlar ko'rsatayotgan qarshilik dal mushu xildagi qarshilikqa kiradi. Ularning qarshiligida o'tirib chiqadigan qahramonlikmi ham
Ularning vujudidan odatdagi odamlarning vujudidagi putmas-tugmas g'azab nafratdan manbalangan qarshilik ko'rsatish ruhini ko'ramiz. Qo'rqinchni yengib, passivlikda turaverishni rad qilib, o'zi to'g'ri deb qaragan ishga o'zini beg'ishlash pozitsiyasini ko'ramiz. Bu xil qahramonlikning ulug'var tarifi, uning ulug'var shaxslar tarafidan ulug'var nishonni ko'zlab qilinganligida emas, odatdagi odamlarning hech qanday tamasiz holda o'zini beg'ishlash ruhining namoyon bo'lishidir. Bu qahramonlarimiz bizga katta nutqlarni so'zlamaydi, ammo ular o'zining vijdoniga samimiylik bilan so'zlaydi. Boshqalarga o'zining ulug'vorligini emas, balki qanchalik odatdagi kishi ekanligini, o'zining alamlarini, ojizliklarini, tashvishini, xo'rliklarini, yolg'izligini, umidsizligini so'zlaydi. Ular o'zining kuchlik emasligini biladi, ammo kuchliklarga bo'ysunishni rad qila oladi. Asla bo'ysunmaydi. Amaliyotda dal ana shu kuchsizlik ularni o'zining qimmatini to'g'ri tuyishga, kuchini muvaffaq dangsashga va o'zi iroda qilgan ishga o'zini aktiv beg'ishlashga undaydi. Ba'zida ular qayg'u ichida harakat elib boradi, qayg'uda o'ri turadi, qayg'udan tasalli topadi va hatto qayg'udan jasoratlanadi. Ular ba'zida shundoq yolg'iz qoladi. O'zini bir to'p qo'rqinchlarning, shaxsiyatchilarning, nomussizlarning va jambaxtlarning ichida ko'radi. O'zini yetaklaydi deb qaraganlarning tarafbozligi, satqunligi va iqtidorsizligidan qalbi o'rtinadi. Ularning jiniga patadigan dushmanning zo'ravonligiga emas, balki yana o'xshash zo'ravonlikqa uchrayotgan millatdoshlarining qo'rqinchaqligidir. Ularni alamga qo'ydigani dushmanning o'zining g'ururiga, kunda tegadigan xo'rliqlar emas, balki yana qarindoshlarining ularni umidsizlikka majburlaydigan xo'rliqlaridir. Shundimi ular chidaydi. Hammaga chidaydi. Garchi ko'zlar liqqida yoshga to'lsa-mu, yuragi laxta qon bo'lsa-mu, chidaydi. Texmi muhimi. Bu xo'rliqlar ichida bu oddiy qahramonlar orqaga dajimaydi. Ularga shunisi ayonki, orqaga dajish eng ig'ir xo'rliqdir. Düşmanning xo'rligiga yanla chidab yashag'ili va uning qarshi turg'ili bo'ladi. Ammo xo'rliqqa qarshilik ko'rsatmaslikdan iborat bu xo'rliqqa chidig'ili bo'lmaydi. Asla chidig'ili bo'lmaydi. Qo'rqinch ichida xo'rliqqa chidashni tanlab olish o'zini xo'rlashtirib, tashqi besim bo'lmagan ahvol ostida xo'rliqni o'zining erkin irodasi bilan qabul qilish o'zini texmi teran ma'nodan xorlashtirib. Bu xo'rliqqa qarshi turishdan voz kechish elib keldigani yanli xo'rliqdir. Bu xil voz kechish vijdonidan, odamiyligidan, texmi muhimi o'zidan voz kechishdir. Bu odatdagi qahramonlarning o'zini beg'ishlashining hamma sabablarini yer bilan yakson qilib etadi. Odamni o'zidan yotlashtiradi, uni odamiylikdan mahrum qoldiradi. Echinishlikni bu o'zini xo'rlagan dushmani uchun xo'rlab berish shaklidir. Shuning bilan bir vaqtda bu qahramonlar ko'pincha tanha harakat qiladi. Ularni tanhaligida har vaqt tushkunlik yo'qlab turadi. Shunisi adolatsizlik. Tushkunlik hech zaman jonbaxtlarni, shaxsiyatchilarni, samimiyatsizlarni va nomussizlarni yo'qlamaydi. Chunki ularda hayotning nomardligidan qayg'urg'idek qalb yo'q. Uning yuzsizligiga qarshi turaligidek jasorat yo'q. Shunga ular tushkun bo'lishga arzimaydi. Ular ichidan tugashganlardir. Ular haqiqiy hayotda mavjud emas. Aksicha, tushkunlik odatda aqlliq, zardasi qaynaydigan, dunyoning adolatsizligiga chidamaydigan va haqiqat uchun o'zini ataydiganlarni yo'qlab turadi. Ularni qalbini qamallaydi. Ularni tugumas tashvishga giriftor qiladi. Ularning o'ziga ishnishiga chang soladi. Ularni cheki yo'q bir ruhiy qiynoqqa g'arq qiladi. Qahramon bo'lganlik uchun ularni ruhidan jazolamoqchi bo'ladi. Ammo ular bosh egmaydi. Tushkunlikdimi ham. Bu qahramonlar tanhalikda, tashlab etilganda, xato tushunilganda va tushkunlashganda hayotga eng yaqinlashudir.
hayotni eng qattiq savollaydi. Hatta bu hayotning uni yana bir qatim dag'da qo'ydiganligini bilib tursin. Hayotning mana shu cho'nqurliqlarga cho'kalgan odamlar hayotning qimmatini eng keskin, eng samimiy va eng qizg'inlikda tuya oladi. Uning markaziga yiqilisha oladi. Ular yashashni tanlagan bu hayot shakli, mayli u qanchalik darajada azobliq, adolatsiz va tragediyalik bo'lsin, yashashga arziydigan eng yorqin hayot shaklidir. U insonning xarakterini mukammallashtiradigan, qalbini ezgulikka o'raydigan va yoshirin kuchini namoyon qiladigan hayotdir. U haqiqiy inson yashaydigan hayotdir. Bu qahramonlik yana bir nuqtadan biz odatlangan mundaq qarashni rad qiladi. Tragediya zaruriyat nuqtasidan tushkunlikka boshlaydi. Ammo biz davatgan bu qahramonlikda, ya'ni qahramonning hasratida, mag'lubiyatlarida va umidsizlanishida ifodalanadigan qahramonlikda inkor qilishga bo'lmaydigan bir umidvorlik bor. Bu umidvorlik qandaqdir biror g'alabaning tantanasiga bog'langan umidvorlik emas, balki u oldi bilan odamning vijdonining zo'ravonlik va hatto mag'lublik ichidami yo'qolmaydiganligiga ishonishga bog'langan umidvorlikdir. U insonlikqa bog'langan umidvorlikdir. Har kuni o'lim ichida yashashning yanada ma'nilik ekanligini qabul qila olish jasoratiga bog'langan umidvorlikdir. İnsani umidvorlikdir. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.